براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Bu Allah ve onun peygamberinin sizler bilen muahide tüzüşken müşriklerge qaratqan ada juda buluş, yani muahidini bekar qilish ilonidir. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Ey müşrikler! Yeryüzde halıgınınlarca 4 ay yürünglar. Bilinglar ki sizler Allah'ın azabından keçip kutulalmaysızlar. Bilinglar ki Allah kafirlerini har kılgıcıdır. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Bu çoğun hac günüde Allah ve onun peygamberi tarafından kişilerge çıkarılgan ilandır ki Allah ve onun peygamberi müşriklerden ada judadır. Eğer küfürden tövbe kılsanlar bu sizlerge gumrahlıkta ketiverişten yaxşıdır. Eğer İslam'dan yüz öğürsanglar bilinglar ki Allah'ın azabından keçip kutulalmaysızlar. Kafirlarga qattiq azab bilen bişaret bergin. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ İnnallâhe yuhibbul muttaqîn. Amma müşrikler işidiki sizler bilen muahide tüzgen, muahidige hiç qandaq xilaflık qılmagan, sizlerge qarşı hiç qandaq adamge yordam bermegenleri kelsek, ular bilen tüzgen bu muahidige onun vaqti toşqan qadar riay qılinglar. Şübhisiz ki Allah taqvadarlarını dost tutudu. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ İnnallâhe gafurur rahim. Uruş qilish haram qilingan oylar o'tib ketganda mushriklarni qayerda uchrasanlar shu yerda o'ltiringlar, asirga elinglar, qo'rshanglar, ularning o'tadigan yo'llarini kuzatib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki Alloh tavba qilguvchilarga mag'firat qilguvchidir, rahim qilguvchidir. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Agar mushriklardan birer kishi sendan omonlik tilasa, toki u Allohning kalomini, ya'ni Qur'onni anglaganga, ya'ni fikr qilib uning haqiqatiga yetganga qadar uningga omonlik bergin. Ondan u iymon etmasa, uni jini, meli omon topadigan joyga yetkazib qo'ygin. Bu shuning uchunki ular islom dinining haqiqatini uqmaydigan qavmdir. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم
إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Allah'ның va uning payg'ambarining qarashicha ahdisiga vafo qilmaydigan mushriklarda qandoqmi muahida degan narsa bo'lsin, ammo Masjid-i Haram qishida sizlar bilan ahdi tuzishgan mushriklar agar ahdisiga vafo qiladi ekan, sizlarmi vafo qilinglar. Shubhisizki Alloh taqvodorlarni, ya'ni Parvardigordan qo'rqqan, ahdisiga vafo qilgan, xiyonat qilmaganlarni do'st tutadi. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Mushriklar ahdisiga qandoqmi vafo qilsin, agar ular sizlarning ustunlardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni eg'izlarida xo'sh qiladi, dillarda va'dasi turishni xohlamaydi. Ya'ni og'izda chiroyli so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan. Ularning to'lisi fosiqlardir. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ular Allah'ның ayetlerini dünyanın mal mülüklerden arzimas narsalarga tegishdi. Kişilerini Allah'ның yoludan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nimiga yaman. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Ular müminler haqida na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Ani shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshquchilardir. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Agar ular kufrdan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatdan sizlarning qeyrinishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. Fuqdigan qavm uchun oyatlarni tafsili bayon qilamiz. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Agar ular ahdi bergandan keyin qasamlarni buzsa va dininglarni ayıplasa, ularning bunundan cheklanishlari uchun kufrning katta boshlariga urush echinglar. Ularning qasmining haqiqatan e'tibori yo'q. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Ey müminler cemaasi, ahdi berganda ishkan qasimini buzgan, payg'ambarni Makkadan haydab chiqarishni qasdlagan va sizlarga oldi bilan hujum qilgan qavmga urush ochmamsizlar, ulardan qo'rqamsizlar? Agar mu'min bo'lsanglar, qo'rqishinglarga Alloh eng loyiqdir. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Ularga urush echinglar. Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi. Allah sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. Islom dinini ustun qilib, kofirlarni jazolab, mo'min qavmning ko'ngliga shifoliq, ya'ni tasalli beradi. وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ
والله عليم حكيم. Ham ularni dillaridagi ochiqdan xalos qiladi. Alloh xohlagan odamni tavbaga muvaffaq qiladi. Alloh hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Allah sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni Allohdan, Allohning payg'ambaridan va mo'minlardan boshqani sirdosh qilib olmaganlarni bilmay, ya'ni o'ttirg'i chiqarmay turib, sizlar o'z holimizga qo'yib berilamiz, ya'ni sinalmaymiz deb o'ylamsizlar. Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Müşrikler özlerinin küfrünü ikrar qilib turuqluq, ya'ni kafirlik bilan Allohning masjidlarini ovat qilish bir-biri bilan sig'isholmaydi. Ularning Allohning masjidlarini ovat qilish to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah'ның məscidlərini faqat Allahqa, ahiret günüge iman etqan, namaz ötügen, zakat bergen, Allah'tan başqadan qoruqmagan kişilerle avat qılıdı. Yani məscidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'tash, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ani shularning hidoyat topquchilardan bo'lishi ko'zi tutiladi. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Sizlar hojlarni suv bilan ta'minlashni, masjidi haramni ovat qilishni Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Allohning yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. İman etqanlarning, hicret qilganlarning va mollari ham jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlarning darajasi Allohning dargohida eng kattadir. Ani shular savob tepish bilan maqsadiga erishguchilardir. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Parvardigori ularga o'zining rahmati, roziligi va jannatlari bilan xush xabar berdi. Ular jannatlarda mangulik ne'matga erishadi. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Ular jannatlarda mangu qoladi. Shubhisizki Allohning dargohida ularga katta savob bor. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Ey müminler, eğer atalarınlar, qeyrindişinlar imandan küfrünü artıq görse, küfrde mahkem tursa, ularını dost tutmanglar. İşçinlardan kimler ki ularını dost tutudiken, ular zalimlardır. Yani ularga o'xshash mushrikdir. Chunki mushriklikka rozi bo'lgan odammi mushrik hisoblanadi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Aytqin ki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qerindishinglar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishdan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi suyumlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makkani fath qilish izni kelguncha kutinglar. Allah fasıq qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xo'shalanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmaninglarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilchi asqatmadi. Qattiq qo'rquninglardan keng zamin sizlarga tor tuyuldi. Ondan mag'lub bo'lib Rasulullohni ozg'ini mo'minlar bilan tashlab, orqanglarga qochdinglar. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Ondan Allah peygamberge ve müminlerge merhamet kılıp hatırcamlık bağışladı. Sizlerge qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Alloh kofirlarni o'ltirilish va asir ilinish bilan azobladi. Kofirlarning jazosi ana shu. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Shuningdan keyin Alloh xohlagan odamga tavbini nisib qiladi, ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ
حكيم. Müşrikler Allah'ını inkar qilganliklari va ularning e'tiqodi buzuq bo'lganliklari uchun faqat nejisdir. Mushu yildan, ya'ni Hijrining 9-yilidan keyin ular Masjidi Haramga yaqinlashmasin, ya'ni haj qilmasin, umra qilmasin. Agar sizlar ey mo'minlar mushriklarning haramga kirishdan ma'ni qilinishi bilan piqirliqdan qo'rqsanglar, Alloh xolisa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Shubhisizki, Alloh sizlarga foydali ishlarni bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar bilan Alloh o'zining kitobida va uning payg'ambari sunnatida harom qilgan narsalarni harom bilmaydiganlar va haqdan, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib xor holda jizya to'lagani qadar urush qilinglar. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Yahudlar Üzeyre Allah'ın oğuldur dedi. Nasaralar Mesih, yani İsa Allah'ın oğuldur dedi. Bu ularning og'izdagi dalilsiz so'zdir. Ularning so'zlari ilgirki kafirlarning, ya'ni mushriklarning farishtalar Allohning qizlaridir degan so'zlarga o'xshaydi. Alloh ularga la'nat qilsinki, Allohning bolasi yo'qligiga ro'shan dalil tursa, haqiqatdan botilga burilib, ular qandoqmi Allohning bolasi bor deb Allohga yolg'on chaplaydi. أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو Subhanahu amma yushrikun. Ular özlerinin Hebrilerini, rahiplerini, Yahudlar bilan Nasaralarning dinni boshliqlarini, o'limalarni va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Halbuki ular payg'ambarlar orqali faqat bir ilohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Uningdan boshqa, ya'ni olamlarning Parvardigori Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh ularning sherik keltirganliklaridan pokdir. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Ular yani müşrikler, Yahudiler ve Nasaralar Allah'ın nurunu, yani İslam dinini, eğizleri, yani yalgan yavdaq böhtanlar bilen öçürmekçi boludu. Allah öz nurunu üstün kılmay kalmaydı. Kafirler bunu yaman körgen taqdirdi mu? Huvellezî ersele rasûlehu bilhudâ ve dînil haqqi liyuzhirahu ale'd-dîni kullihi velev kerihel müşrikûn. Allah haqdin, İslamni, barlıq dinlardan üstün qilish üçün özünün peygamberini, yani Muhammed aleyhisselamni to'liq hidoyat va haq din bilan avatdi. Mushriklar uning ustun bo'lishini yomon ko'rgan taqdirdimi? Ya ayyuhallazina amanu inna kathiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ey müminler, Yahudi ve Nasara ulamalardan nurgulları kişilerinin pul mallarını hakikaten haram yeydi. Kişilerini Allah'ın dinine kiriştin tosudu. Altın kömüş yığıp, onu Allah'ın yolunda sərif kılmaydıganlarga dozaqda boluduğun qattiq azap bilen bişaret bergin. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. O günde, yani kıyamet günü de o altın kömüşler cehennemnin otuda kızıtılıp, onun bilen onların pişanları, yanları ve dümbülleri dağlanıdı. Ularga bu sizlerinin özünler üçün yıkan altın kömüşünler. Sizler bu dünyarınlardaki Allah'ın hakkını ada kılmadınlar. Yıkan altın kömüşünlerinin vabalını tetinler deyildi. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Şübihisiz ki osman ve zemin yaratılgandan tartıp, qamari aylarının sani Allah'ın dergahida, yani Levhul Mahfuzda 12'dir. Ulardan Zulqaid, Zulhecce, Muharrem, Recep'ten ibaret 4 ay uruş qilish haram kılıngan aylardır. Bu aylarda ularning hürmetini saklamaslık bilen, Allah çekligen günah işlerini kılış bilen özanlarga ziyan salmanglar. Müşrikler sizlerge birlikte hücum kılgandek, sizlermi ularga karşı birlikte uruş kılınlar. Bilinglar ki Allah taqvadarlar bilen bilidir. Yani Allah'ın emrini beca keltiriş, mani kılgan işlerden çekleniş bilen Allah'tan korkucularga, Allah'ın yardım berdiganligiga işençide bolunglar. İnnemen nesi'u ziyadetun fil kufri yudallu bihillezine keferu يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Ayni arqaga surish, yani urush haram qilingan ayni boshqa bir oyga o'zgartib, yilning 12 oyini 13 oyga ko'paytirish kufrni ziyoda qilishdir. Buning bilan kofirlar ozdirildi. Ular Alloh haram qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun uni bir yil halol qilsa, ikkinchi yili haram qiladi. Shuning bilan ular Alloh haram qilgan oyni halol qiladi. Ularga o'zlarining yomon amallari chiroyli ko'rsatildi. Alloh kofir qavmni hidoyat qilmaydi. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Ey müminler, sizlerge Allah'ın yolunda cihad kılışqa çıkınlar değilse, nimişki yurtunlardan ayrılgınlar gelmeydi. Dünya hayatını ahiretteki bəxt bilen tegişike razı boldunlar mı? Dünya hayatının bəhrman buluş, ahiretinin nimetleri bilen selişturganda erzimes nersudur. İlla tenfiru yu'azzibukum azaben alimen ve yestebdil qawmen gayrakum ve la tadurruhu şey'a. Vallahu ala kulli şeyin qadir.
Agar sizlar jihodga chiqmasanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi. Sizlarni halok qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltirdi. Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Alloh har narsaga qodirdir. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi. Alloh haqiqatan uningga yordam qilgan edi. O'z vaqtida kofirlar uni Makka dan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Ayni zamonda u ikkisi g'orda edi. Rasululloh hamrohiga g'am qilmag'in. Alloh haqiqatan biz bilan billa deydi. Alloh uningga, ya'ni payg'ambarga xotirjamlik beg'ishildi. Uningga farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Kofirlarning so'zini, ya'ni sherik kalimasini pas qildi. Allohning so'zi, ya'ni kalima tavhid ustundir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ey müminler cemaati, sizler yenik bolgan yoki egir bolgan holatda, ya'ni mayli yosh qeri, piyoda, uloqliq bo'linglar, o'ngishliq va qiyin sharoitda bo'linglar, ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'linglar, hamma ahvolda jihodga chiqinglar. Allohning yo'lida meninglar bilan, jininglar bilan jihod qilinglar. Agar bilsanglar mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Agar ularning da'vat qilingani oson qo'lga keladigan g'animat va o'tirhol safar bo'ladigan bo'lsa, ular cho'qim sana agishib g'animat ilish maqsadida chiqatdi. Lekin bu orliq ularga yiroq bilindi. Ular Alloh bilan qasam ichib, agar chiqish qodir bo'la olgan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqatdik deydi. Ular yolg'on qasamlari tufaylidan o'zlarini o'zlari halok qildi. Alloh biladi-ki, ular shak shubsiz yolg'onchilardir. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Ey Muhammed, Allah seni kechirdi. O'zirisida rostchilar bilan yolg'onchilar sana iniq bo'lmagicha nemishqa ularga chiqmaslikka ruxsat berding? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Ey Muhammed, Allahqa ve ahiret günüge işindiğanlar senden malları bilen ve canları bilen cihad kılışka ruhsat soğurmaydı. Allah takvadarlarını obdan bölüdü. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Ey Muhammed, senden fakat Allah'a ve ahiret günüge işenmeydiğanlar, dillerinde Allah'ın birlikiga ve senin peygamberlikinge gumanı barlar ruhsat soraydı. Ular öz gumanı da tengirqap yürüydü. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Agar ularning jihodga chiqish niyati bo'lsa, albatta uningga tayyorlik qilatdi.
Lekin Allah ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga o'rinliqni silib, ularning irodasini sundirdi. Ularga uylarda qilib qolg'uvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar deyildi. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, oranglarda faqat fitna fasodni ko'paytirdi. Aranglarga bölgünçilik selish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi. Aranglarda ular uchun tingtinglaydiganlar bor. Alloh zolimlarni, ya'ni munofiqlarning ichitishini obdan bilguchidir. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. İlgari ular taki Allah'ның yardımı kelgenge, Allah'ның dini üstünlük kazanğan kadar hakikaten bölgünçilik silişqe urunğan, sana hile mikirlerini işletken idi. Halbuki ular bundaq bolışını, yani dininin üstünlük kazanışını yaman körgüçülerdir. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Ularning orasida manga, yani mening qilishimga ruxsat qilgin, meni baloga giribtor qilmag'in, yani Rumning ayollari bilan gunoh qilib silishimga sababchi bo'lmag'in deguchilarmi bor. Amalda ular munofiqlik qilishdan iborat cho'ng baloga giribtor bo'ldi. Shubhisizki, jahannam kofirlarni o'rab turg'uchidir. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Agar sen birer yaxshilikqa erishsang, ularning ko'ngli yerim bo'ladi. Agar sana birer musibat kelsa, ishning oldini olgan ekanmiz deyishib, xushal qaytishidi. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Aytqin ki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsasi yetidi. O bizning madadkorimizdir. Mo'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni mo'minlar hamma ishni Allohga topshirsin. Undan başqa hiç ahadiga uylanmasin. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullah ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Aytqin ki, sizlar faqat bizning qalbi qilish yoki shehid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmi Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishni yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashini kutyapmiz. Sizlarmi o'zingizlarga kelganini kutinglar. Bizmi albatta o'zimiz kelganini kutaylik. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Aytqin ki, ey munofiqlar jamoasi, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilsanglarmi, hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning itoatidan chiqqan qavm bo'ldinglar. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Ularning bergan nafiqlari shuning uchun qabul bo'lmaydi-ki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozni xo'shyoqmaslik bilan o'qiydi. Pul milni rozilik bilan bermaydi. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Ularning mol-mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Allah ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. Ular biz çoqum sizlar, yani sizlarga o'xshash musulmonlardan deb Allah bilan qasam ichidi. Ular sizlardan emas, lekin ular ziyon zahmat uchrashdan qo'rqib, og'izda musulmon bo'lgan qo'rqinchoq qavmdir. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Agar ular biror qo'rg'on yoki g'or va yoki gamini topsaydi, ular shu taraf qarab albatta yugurishgan bo'ladi. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Ey Muhammed, ularning ba'zisi sening sadiqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayiblaydi. Ularga uningdan berilsa xo'sh bo'ladi, berilmasa xafa bo'lishidi. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Agar ular Allohning va Allohning payg'ambarining ularga berganiga rozi bo'lsa va Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh va uning payg'ambari bizga o'z fazlidan ato qiladi. Biz haqiqatan Allohdan, Allohning fazlini, ihsonini o'tinib so'rg'uvchilarmiz desa, albatta ular uchun yaxshi bo'ladi. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Zakat faqat faqirlarga, miskinlarga, zakat xodimlarga, dillarini islomga moyil qilish, ko'zi tutilganlarga, qullarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga, ibn sabillarga beriladi. Bu Allohning belgilimisidir. Alloh bandalarining manfaatini obdan bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Ularning ba'zilari payg'ambarga so'zi va harakati orqali aziyat yetkazadi va payg'ambarni anglagan narsaning hammasiga ishonadi deydi. Aytqinki, durust, u sizlarga foydali so'zlarni anglab ishonadi. Allohning so'zlariga ishonadi. Mo'minlarning so'ziga, ularning ixlosini bilganlikdan ishonadi. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Allohning payg'ambarga aziyat yetkazadiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله
أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadik deb Alloh bilan qasam qiladi. Agar ular rostli mo'min bo'ladigan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Zalikal khizyul azim. Bu munofiqlar Allohga va uning payg'ambariga kimga qarshilik ko'rsatadigan, uning do'zaxga kiradiganligini, do'zaxda mangu qoladiganligini bilmamdi. Ana shu cho'ng rasvolikdir. Yahzarul munafiquna an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istehzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Munofiqlar o'zlari to'g'risida biror sura nozil bo'lib, ularning dillari, ya'ni nifoqni mo'minlarga xabar berishdan qo'rqidi. Aytqinki, sizlar Allohning dinini xohlaganinglarcha masxira qilinglar. Sizlar pash bo'lishdan qo'rqadigan narsani, ya'ni munofiqlikni Alloh cho'qim oshkor qiladi. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Ey Muhammed, agar sen ularning masxir qilganligini so'rasang, ular biz rost emas, faqat ish pushuk qilib o'ynish deb qo'ydik deydi. Bu munofiqlarga sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini, ya'ni kitobini va Allohning payg'ambarini masxir qildinglarmi degin. La ta'tadiru qad kafartum ba'da iymanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Sizlar yolg'on qasam ichib o'zlari aytmanglar. Sizlar iymon etqininglardan keyin payg'ambarni masxir qilish bilan kofir bo'ldinglar. Sizlardan bir guruhni rost tavba qilganliklari uchun afu qilsak, yana bir guruhni gunohlari bo'lganliklari, ya'ni munofiqlik bilan gunohni davomlashtirganliklari uchun jazolaymiz. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Munofiq erlar bilan munofiq ayollar munofiqlikda va iymondan yiroq bo'lishda bir-biriga o'xshaydi. Ular yomonlikqa buyuruydi, yaxshilikdan to'sidi. Ular qo'llarini yumib oladi, ya'ni bexillik qilib sadiqa bermaydi. Ular Allohni unutdi, ya'ni Allohning toatini tark etdi. Allohmi ularni unutdi, ya'ni Alloh ularni o'zining fazlidan va rahmatidan mahrum qildi. Shubhisizki munofiqlar fosiqlardir. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Allah munofiq erlarga, munofiq ayollarga va kuffarlarga do'zaxni va'da qildi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Do'zax ularni azoblashga yetarlikdir. Allah ularga la'nat qildi. Ular mangulik azobga duchor bo'ladi. Kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa awladan فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من
قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Ey münafıqlar, sizlərinin halınlar sizlərdən burun ötken, halak bulğan ümmetlərinin halığa oxşaydı. Ular güç-qüvvətdə sizlərdən güçlük, mal-mülki və əvladı sizlərninki qarğanı köp idi. Sizlərdən burun ötkenlər, dünyanın ləzzətləri cəhətdiki nisivisidən bəhrəman bolğandək, sizlərmi dünyanın ləzzətləri cəhətdiki nisivənlərdən bəhrəman boldunlar. Ular batılğı çömgəndək, sizlərmi batılğı çömdünlər. Ani şularning yaxshi amallari dunyo va oxiratda e'tiborsizdir. Ani shular ziyon tortquchilardir. Alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qawmi Nuhin wa 'Adin wa Thamud wa qawmi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ularga ulardan burun ötkenlerinin Nuh, Ad ve Samud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Madyan ahalisinin, kömtürüp etilgen qışlaqlarının yani Lut aleyhisselamның kavim qışlaqlarının haberleri kelmedi mi? Ularga peygamberleri möcüzler ilip geldi. Bu möcüzlerini ular inkar kıldı. Allah ularga zulüm kılgını yok. Lekin ular kafir buluş ve günah kılış bilen özlerine özleri zulüm kıldı. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Mömin erler, mömin ayallar bir-biri bilen dosttur. Ular kişilerini yaxşı işlerini qilishga buyuruydu. Yaman işlardan tosudu. Namazı toluq ada qılıdı. Zakat berdi. Allahqa ve Allah'ның peygamberiga itaat qılıdı. Ani shularga Allah rahim qılıdı. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmet bilen ish qilguchidir. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah mömin erler ve mömin ayallarga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni va'da qildi. Ular jannatlerde mengu qoladi. Hamisha turadigan jannatlarda go'zal joylarni va'da qildi. Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Bu cho'ng baxtdir. Ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ey Peygamber, kapırlarga ve münafıklara karşı cihad kılgın. Ularga karşı gazat kılış ve korkunu siliş bilen qattiq muamele kılgın. Ularning joyi cehennemdir. O nima degan yaman joy? يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
Ular, ya'ni munofiqlar hech nima demaganligi to'g'risida Alloh bilan qasam qiladi. Ular haqiqatan kufri so'zni aytdi. Islom diniga kirganligini ifodalagandan keyin kofir bo'ldi. Ular ishga oshmaydigan ishni ishga oshirishga urindi. Ya'ni payg'ambar alayhisalomni o'ldirishni qasdladi. Ularning payg'ambar alayhisalomni yomon ko'rishi faqat Allohning va uning payg'ambarining ularni o'z fazlidan boy qilganligi uchundir. Agar ular munofiqlikdan tavba qilsa, o'zlariga yaxshidir. Agar ular iymondan davomli yuz o'rsa, Alloh ularni dunyo va oxiratda qattiq azoblar bilan jazolaydi. Yer yuzida ularni azobdan qutuldiradigan biror do'st va biror madadkor tepilmaydi. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ularning ichidagi ba'zilar agar Alloh bizga o'z fazlidan ato qilsa, ya'ni rizqimizni keng qilsa, albatta sadaqa beratdik, albatta yaxshilardan bo'latdik deb Allohga ahd qildi. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ. Allah ularga o'z fazlidan ato qilgan, ya'ni boy qilgan chaqda bexillik qilishdi. Ya'ni ahdini buzib Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilishdan yuz o'rishdi. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Ular sadiq qilamiz, yaxshilardan bo'lamiz deb Allohga bergan ahdisiga xiloflik qilganliklari, iymonini, ihsonini da'vo qilishdagi yolg'onchiliklari uchun Allohga muloqot bo'ladigan kun, ya'ni qiyomat kuniga qadar munofiqlikning dillarida yiltiz tortib turishini Alloh ularning ishining oqibati qildi. Alam ya'lamu anna Alloh ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Alloh 'allamul ghuyub. Allohning ularning ichki sirlarini, o'zaro qilishgan yo'shirin so'zlarni bilib turadiganligini, butun g'ayblarni cho'nqur biladiganligini ular uqmamdi. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Munofiqlar mo'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiq qilguvchilarni, toqatining yetishicha sadiq qilguvchilarni ayiblaydi. Ularni masxir qiladi. Alloh ularni masxir qilganliklari uchun jazolaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ey Muhammed, ular yani münafıqlar üçün mayli mag'firat talab qil, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular üçün 70 qitim mag'firat talab qilsangmi, Alloh hargiz ularni mag'firat qilmaydi. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Allah fasık qavmni hidoyat qilmaydi. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Resulullah'a xilaflık qilib, Tabuk g'azitiga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar uylarda bahriman o'ltirganliklari bilan xo'shal bo'lishdi. Ular Allohning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishni yoqtirmadi. Ular bir-biriga issiqda chiqmanglar deyishdi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, jahannamning o'ti teximi qiziqdir. Agar ular tushundigan bo'lsa,
albatta issiqda Rasululloh bilan birga chiqatdi. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Ular qilmish gunohlarining jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'lisin. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Agar Allah seni Tabuk g'azatidan qaytirib, o'zrisiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumning yeniga elib borsa, ular ikkinchi bir g'azotga chiqishga sendan izni so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan birga mangu g'azotga chiqmanglar. Hargiz men bilan birga chiqib urush qilmanglar. Shubhisizki, sizlar dastlabki qitimda chiqmay o'yinglarda beqaraman o'ltirishga rozi bo'ldinglar. Hamda g'azotga chiqmay qilib qolguvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar bilan o'ltiringlar. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Ey Muhammed, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning nomini tushirmagin. Dafn qilish, ziyorat yoki duo uchun uning qabrisi ustidami turmag'in. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Ular fosiq holati bilan o'ldi. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Ularning mollari va avlodlari seni ajablantirmasin. Alloh dunyoda bular orqali ularni jazolashni, ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Birer sure nazil qilinib, Allohga iymon etinglar va Allohning payg'ambari bilan birga jihad qilinglar deyilsa, ularning orasidagi maldorlar sendan g'azotdan qilishga ruxsat so'raydi. Ular bizni qo'y, g'azotga chiqmay uylarda bexaraman o'ltirg'uvchilar bilan birga bo'layli deydi. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Ular uylarda qolguvchilar, ya'ni ayollar, kasallar va ojizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Ularning dillari pechatlandi. Shuning uchun ular jihodga payg'ambarga itoat qilishdan keladigan baxtni tushunmaydi. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Lekin payg'ambar va payg'ambar bilan birga iymon etganlar mollari bilan, jonlari bilan jihad qildi. Ani shular ikkila dunyoning yaxshiliklariga noil bo'ladi. Ani shular maqsadga yetguchilardir. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah ularga ostidan o'stanglar eqib turgan jannatlarni tayyorladi. Ular uningda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
Arablardan özürü bayan qılğuçular cihatga chiqmaslikqa ruxsat so'rab keldi. Iymonni da'vo qilib Allohga va uning payg'ambariga yolg'onchilik qilganlar jihatga chiqmadi. Ya'ni Arablardan bir turkumi jihatga mu chiqmadi. O'zira bayon qilibmi kelmadi. Ulardan kofir bo'lganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Acizlar, yani yaşanğan boğaylar, keseller, cihatga chiqishga xarajat topolmaganlar Allohga va Allohning payg'ambariga sodiq bo'lsalar, cihatga chiqmasa gunoh bo'lmaydi. Yaxshi ish qilguvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Alloh mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Yani mundaq kişilerini mi ayıplaşki yol yoktur ki, ular cihatga chiqish uchun senden uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q deding. Ular cihatga chiqishga sarf qiladigan narsa topolmaganliklari uchun g'amkin ko'zlaridan yosh to'kkan holda qaytishdi. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Özleri boy turib cihatga chiqmaslikqa ruxsat so'raganlar ayblanish kerak. Ular cihatga chiqmagan ayollar, kesellar, ojizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Alloh ularning dillarini pechatlatdi. Shuning uchun ular Allohning amrini bilmaydi. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ularning yiniga, ya'ni Madinaga Tabuk g'azosidan qaytib kelgan cheg'inlarda ular sizlarga g'azotdan qilib qolganliklari to'g'risida o'zira bayon qiladi. Ey Muhammad, ularga o'zri bayon qilmanglar. Sizlarning so'zinglarga ishonmaymiz. Alloh sizlarning ahvolinglarni va dilinglardagi munofiqlikni bizga xabar qildi. Alloh va uning payg'ambari sizlarning buningdan keyingi amalinglarni ko'rib turdi. Munofiqlikdan tavba qilamsizlar yoki uningda ching turamsizlar? Ondan keyin, ya'ni o'lguninglardan keyin yo'shirin va oshkor ishlarni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Alloh sizlarga butun qilmishinglarni aytib berdi, degin. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Ular, yani münafıqlarning yiniga qaytib barğınыңlarda, ular sizlarning ularni ayıplamasliklarinlar uchun yolg'on o'zrilar bayon qilib, Alloh bilan qasam qiladi. Ulardan yuz o'ringlar, yani ular bilan so'zlashmanglar va salomlashmanglar. Ular haqiqatan nejisdir. Qilmishlarining jazosi uchun ularning boradigan joyi jahannamdir. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Sizlarning roziliqinglarga erishish uchun ular sizlarga qasam ichib berdi. Sizlar ulardan rozi bo'lsanglar, bu ularga foyda bermaydi. Chunki Alloh fosiq qavmdan rozi bo'lmaydi.
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Arablarning kufri va munofiqligi texmi ziyodadir. Alloh payg'ambarga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Allah mahluqatining ahvolini bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Arablardan ba'zilari Alloh yo'lida bergan narsalarni jarimani hisoblaydi. Sizlarning hodisiga uchrashinglarni kutadi. Ularning o'zlari halokatga uchursin. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchi, ishlarini bilib turg'uchidir. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Arablarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Alloh yo'lida bergan narsalarni Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Ular bu orqali rostla Allohga bo'lgan yaqinlikka erishadi. Alloh ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Alloh haqiqatan mo'min bandalarga nihoyat mag'firat qilguvchidir. Ularga to'limi mehribondir. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va ansarlardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ularmi Allohdan mamnun bo'ldi. Alloh ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Atrafinglarda Arablardan munofiqlar bor. Madina aholisidanmi munofiqlikda ching turganlar bor. Ularni sen bilmaysan, biz bilamiz. Ularni ikki qitim, ya'ni dunyoda qatl qilish va asir ilish bilan, o'lganda go'r azob bilan jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga qaytarildi. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Yana bir qism kishilar gunohlarini e'tirof qildi. Ya'ni boshqalarga o'xshash jihodga chiqmaganligiga yolg'on o'zira aytmadi. Ular yaxshi ishga yomon ishni aralashtirib qo'ydi. Allohning ularning tavbasini qabul qilishi umidlikdir. Alloh haqiqatan tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ey Muhammed,
ularning mollarining bir qismini sadiq hisobida olginki, uning bilan ularni gunohlaridan poklag'aysan va yaxshiliklarini ko'paytgaysan. Ularga duo qilgin. Shubhisizki sening duoying ularga xotirjamlik ilib keladi. Alloh ularning so'zini anglab turg'uvchi, niyatlarini bilib turg'uvchidir. Alam ya'lamu anna Alloh huwa yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Alloh huwa at-tawwabur rahim. Ular, yani tövbe qilguvchilar Allohning o'z bandalarining tövbesini qabul qiladiganligini, xolis niyatli kishilarning sadiqasini qabul qiladiganligini va Allohning tövbini bekmi qabul qiladiganligini, nihoyat mehribon ekanligini bilmamdu. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ularga aytqinki, xohlagan amallarni qilinglar. Qilgan amalinglarni Allohning payg'ambari va mo'minlar ko'rib turdi. Yo'shirin va oshkor narsalarni bilguchi Allohning dargohiga qaytirulsizlar. Alloh qilmishinglarni sizlarga xabar qiladi. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Yani bir qism cihatga chiqmagan kishilarning ishi Allohning amriga qoldirildi. Alloh yo ularni tavba qilmasa jazolaydi, yo ularni tavbaga muvaffaq qiladi va mag'firat qiladi. Alloh ularni, ya'ni ularning ahvolini bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ba'zi kishilar mo'minlarga ziyon yetkazish والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Kufrini kuchaytirish, mo'minlarning orasini parchalash, Allohga va uning payg'ambariga qarshi turgan odam, ya'ni Abu Amir rohibning kelishini kutish maqsadida masjid bino qildi. Ular biz faqat yaxshilikni iroda qildik deb cho'qim qasam qildi. Alloh guvohlik berdiki, ular shak shubhasiz yolg'onchilardir. La taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. O mescitte mengü namaz okumağın. Birinchi kundan tartibda taqvo asosi qurilgan masjid haqiqatan sening namoz o'qishingga eng loyiqdir. Uningda gunohlardan pok bo'lishni so'yadigan kishilar bor. Alloh ichki va tashqi jihatdan pok bo'lguvchilarni do'st tutadi. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Alloh wa ridwanin khayrun am man assasa bunyanahu ala shafa juruf أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dinning binasini Allohning taqvodorligi va roziligi asosiga qurgan odam yaxshimi yoki yiqilay deb qolgan yarning girvikiga qurib, o'zimi uning bilan do'zax o'tiga o'rilib tushgan odam yaxshimi? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Vallahu alimun hakim. Taki ularning yuraklari pari-pari bo'lib o'lmigicha
ularning solgan masjidi, ya'ni masjidi zirar, dillardagi gumon munofiqlikning yiltizi bo'lib qilaverdi. Allah munofiqlarning ahvolini bilib turg'uchidir. Ularning yomon niyatiga asosan ularni jazolashda hikmat bilan ish qilg'uchidir. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Şübhisizki Allah müminlerden ularning canlarını, mallarını, ularga cennetni berip setib oldi. Ular Allah'ның yolida urush qilib, düşmanlarını öldürdü ve öldürüldü. Yani düşmanlar bilen cihad qilib şehit buludu. Cihad qilguvchilarga cennetni va'da qilish Tevratda, İncilda ve Kur'an'da zikri qilingan Allah'ның rast va'disidir. Va'disiga Allah'tanmı bek vafo qilguvchi kim bar? Qilgan bu sodanglardan xoşal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Günahlardan tövbe qilguvchilar, ixlos bilan ibodat qilguvchilar, Allohga hamd sano aytuvchilar, roza tutuvchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar, yaxshi ishlarga da'vat qilib, yomon ishlardan to'squchilar, Allohning belgilamalariga rioya qilguvchilar, ya'ni Allohning bekitgan farzlarini ado qilib, nahiy qilgan ishlardan yong'uvchilar ham ahli jannatdir. Mo'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Payg'ambarga va mo'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqini bo'lgan taqdirdimi ularga mag'firat talab qilishi durust emas. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'g'irlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan ado judo bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p oh chekuvchi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan arziyatlarga chidamliq edi. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Allah birer kavimni hidayet qilgandan keyin ular saqlanishga tegishli ishlarni bayon qilmay turib, ularni gumroh qilmaydi, ya'ni gumrohlikqa hukm qilmaydi. Allah haqiqatan har narsani bilib turg'uchidir. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Şübhisizki osmonning va zaminning podshohligi Allohga xosdir.
Allah ölükni tirildirdi, tirikni o'ltirdi. Sizlarga Allohdan boshqa hech do'st va madadkor yo'qdir. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah haqiqatan payg'ambarning va uningga qiyinchilik paytida ergashgan muhojirlar va ansarlarning tavbasini qabul qildi. Ayni zamonda ularning orasidagi bir turkum kishilarning dillari haqdan burilib ketishga tos qolgandan keyin Allah ularning tavbasini qabul qildi. Allah ularga to'limi marhamatlik va nihoyat mehribondir. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Jihad chiqmagan 3 kishining tavbasini Allah qabul qildi. Shuncha keng zamin ularga tor tuyulgan, ularning jonlari siqilgan. Ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qilguvchilardan bo'lishi uchun Alloh ularni tavbaga muvaffaq qildi. Allah tavbani bakmi qabul qilguvchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ey müminler, Allah'tan korkunlar, rastçılar bilen birli bulunlar. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Medine ahalisi ve ularının etrafındaki Araplarının Resulullah bilen cihadqa birli chiqmay qilib qilishi o'zlarining aromi bilanli bo'lib, jafoda Resulullah bilan birli bo'lmasligi to'g'ri emas edi. Bu, ya'ni ularni jihadqa chiqmay qilib qilishdan ma'ni qilish shuning uchunki, ular Allohning yo'lida uchirgan ussuzlik, tortgan jafo mushaqqat va ochlik ularning kofirlarni xafalık soladigan har bir qadami, dushmanlarning ustidan erishgan, ularni o'ltirish, asir elish, mag'lub qilish qatorliq har bir narsasi uchun Allohning dargohida ularga yaxshilik, ya'ni savob yeziladi. Alloh albatta yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Ularning Allohning yo'lida mayli kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, sarf qilgan narsasi va jihad uchun bosgan har bir musofisi, ularning qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yuzidan ularga yeziladi. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا
إليهم لعلهم يحذرون. Möminlərning hammasining jihodga chiqishi loyiq emas. Ularning bir turkumi jihodga chiqdi. Ularning ichidagi har bir jamoadan yana bir turkumi diniy olim bo'lib, ular qavmining qishi qaytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqishi uchun ularni ogohlantirish maqsadida nimishqa ilm talab qilishga chiqmadi. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Ey möminlər, sizlər özəңlərə yaxın joydagi kafirlar bilan urush qilinglar. Yani sizlərə xətar bolmaslık üçün oldi bilan atrofinglardagi kuffarlarni ujuqtiringlar. Sizlərni ular qattiq his qilsin. Yani urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ishinglar og'rimasin. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birlidir. Yani Alloh taqvodorlarga madadkordir. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Qur'ondan birer sure nazil qilinsa, ular yani munofiqlarning orasida masxir qilish yuzsidan bu qaysonlarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Mo'minlarga keladigan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu yani sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nazil bo'lishidan xushal bo'ladi. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Dillarda kesel barlar, yani munafiqlarga keladigan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufr qo'shdi. Yani ular munafiqlikda texmi azvayildi, texmi gumrohlashdi. Ular kafir peti o'ldi. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Ular özlerinin her yili bir qitim yoki ikki qitim sınıldıganlıqını, yani ular toğrusida vahiy nazil bulup, sırlarının paş qılındıganlıqını bilmemdu, ondan ular tövbe qılmaydı, yani nifaqdan qaytmaydı. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. İbretmi almaydı. Ular Peygamber aleyhisselamның huzurdaki çağda ularning ayibini açıdığan Kur'an'dan birer sure nazil kılınsa, ular bir-biriga qarışıp, sizlarni birersi ko'rib qolarmı deyishib tikib yutidi. Ular haqiqatni tushunmas qavm bo'lganligi uchun Alloh ularning dillarini o'zgartib etdi. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ey insanlar, şübihisiz ki sizlerge öz aranglardan peygamber geldi. Sizlerinin külpet çekişinler onun eğir tuyuludu. O sizlerinin hidayet tepişinlerine yeristir. Müminlerge amıraktır. Nait küyümçandır. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Ey Peygamber, eğer ular sana iman etiştin yüz örse, sen Allah bana kupayı kılıdı. Onundan başka hiç ilah yoktur. Onunla tevekkül kıldım. Yani Allah'a yölendim. Allah'tan başka hiç ehadidin ümit kütmeymen ve hiç ehadidin mi korkmaymen. O büyük erişten perverdigardır, deyin.